Hammaga assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz qimmatli qog'ozlarga bag'ishlanadi. Qimmatli qog'oz bu sizning egalik yoki qarz huquqingizni isbotlovchi hujjat hisoblanadi. Qimmatli qog'oz bu moliyaviy instrument hisoblanadi. U egasiga muayyan huquqlar beradi. Ya'ni bu birinchisi mulk, ya'ni aksiyalar orqali yoki qarzdorlik, bu obligatsiyalar orqali. Va ular yordamida korxonalar mablag' jalb qilishadi. Investorlar esa ular yordamida daromad topishadi. Qimmatli qog'oz bu sizning kompaniyadagi ishtirokingiz yoki unga qarz berish imkoniyatingiz huquqini ko'rsatuvchi hujjat hisoblanadi. Ya'ni shu orqali siz ham bozor iqtisodiyotini faollashtirishga aylanasiz. Qimmatli qog'ozlarning asosiy turlari mavjud. Ya'ni har bitta qimmatli qog'oz o'zining maqsadi, turi bilan farqlanadi. Ya'ni birinchisi bu aksiyalar. Ya'ni aksiya nima degani? Bu kompaniya mulkiga egalik huquq qilishini beradi. Ikkinchisi bu obligatsiya, ya'ni bu qarz majburiyatini bildiradi. Uchinchisi veksel va depozit sertifikatlar. Bular qisqa muddatli moliya instrumentlari. Va to'rtinchisi bu derivativlar. Ya'ni opsion, futureslar, ya'ni narx o'zgarishiga asoslangan kontraktlar hisoblanadi. Ya'ni hedge instrumentlar hisoblanadi. Investor sifatida siz turli qimmatli qog'ozlar tanlashingiz mumkin. Aksiya, ya'ni sizni korxona egasiga aylantiradi. Obligatsiya esa sizni kreditorga aylantiradi. Ya'ni derivativlar biroz murakkab hisoblanadi, lekin foydali risk boshqaruv vositasi hisoblanadi. Qimmatli qog'ozlardan daromad olish yo'llari qanday? Qimmatli qog'oz bu nafaqat mulk, balki passiv daromad manbai ham hisoblanadi. Uning bir qancha tur daromadlari bor. Ya'ni bular dividendlar, aksiyadorlarga to'lanadigan foyda ulushi. Undan keyin foiz daromadi, ya'ni obligatsiya egalariga ma'lum muddatda to'lanadigan foizlar va kapital o'sishi asosiy. Ya'ni qimmatli qog'ozni narxi oshishidan olinadigan foyda. Qimmatli qog'ozlar sizga ikki xil foyda beradi. Birinchisi doimiy daromad, ya'ni dividend, foiz ko'rishda, va ikkinchisi bu aktiv qiymatning o'sishidir. Shuning uchun har investitsiya dunyosini yuragi ham hisoblanadi mana shu. Qimmatli qog'ozlar, obligatsiyalar, bular hammasi investitsiyaning, mazkur dunyoning yuragi. Qimmatli qog'ozlardagi risklar, ya'ni foyda bilan birgalikda har doim risk mavjud deb aytaman. Qimmatli qog'ozlar investitsiyasi bilan bog'liq bo'lgan asosiy bir qator risklar. Bular birinchisi bozor riski, ya'ni narx tushib ketishi mumkin. Bu noto'g'ri timing, noto'g'ri analiz yoki bilimsizlik oqibatida. Ikkinchisi bu kredit riski, ya'ni emitent majburiyatini bajara olmasligi mumkin. Uchinchisi bu likvidlik riski, aktiv tez sotib bo'la olmaslik. Siz daromadingiz bor, lekin daromadingizni fiks qila olmaysiz. Shu likvidlik riski deyiladi. Va foiz riski, bu bozordagi stavkalar, ya'ni dunyo valyuta bozoridagi foiz stavkalarini markaziy banklar tomonidan o'zgarishi, bu foiz riski. Endi har qanday investitsiyada bo'lgani kabi qimmatli qog'ozlarda ham risk bor. Muhimi bu risklarni tushunish kerak va boshqarish kerak. Shunda siz yo'qotishdan emas, ya'ni imkoniyatlardan foyda olasiz. Qimmatli qog'ozlar bozorining ahamiyati qanday? Ya'ni bu bozor iqtisodiyotning yuragi hisoblanadi va kapital oqimining markazi ham hisoblanadi. Shuning uchun qimmatli qog'ozlar bozori birinchi o'rinda bu kompaniyalar uchun investitsiya jalb qilish imkoniyatini beradi. Investorlar uchun daromad manbaini yaratadi. Mamlakat iqtisodiyot o'sishining barometri hisoblanadi. Moliyaviy barqarorlik va kapital aylanishini ta'minlaydi. Qimmatli qog'ozlar bozori bu nafaqat investorlar uchun emas, balki butun dunyo iqtisodiyoti uchun muhim mexanizm hisoblanadi. Bu yerda kapital oqadi, g'oyalar moliyalanadi va iqtisodiy rivojlanish boshlanadi.